Assalomu alaykum hurmatli Xatabet kanali tinglovchilari, Xatabet go'sht do'konidagi go'sht oluvchilar. Allohning bizlarga bergan ne'matlar juda ham ko'p. Shu ne'matlarning ichida eng buyuk, eng shirin ne'mat barcha insonlar uchun bu farzand hisoblanadi. Barchamizga Alloh farzand berdi. Bu farzand tarbiyasi bizlarga, ya'ni ota-onalarga omonat berildi. Agar biz farzandimizni yaxshi tarbiyalaydigan bo'lsak, bu farzand kelajakda bizlarga rahmat olib keladigan, bizlarga qanotlarimiz bo'ladigan, bizlarni balandlarga ko'taradigan bir inson bo'lib yetishadi. Xalqqa xizmat qiladi, davlat bayrog'ini ko'taradi, barcha elga foydasi tegadi. Lekin bugungi mana telefon chiqib ketgan, sotsial set ko'payib ketgan zamonda bizlar bolalarimizni mana telefondan ajratamay qo'ydik. Hattoki shu ahvolga o'zimiz ham tushib qoldik. Telefondan boshimizni ko'taramay qo'ydik. Butun dunyo statistikasi bo'yicha bir kun vaqtimiz 2 soat mana shu telefonda o'tib ketadi. Bu foydali bo'lishi mumkin, foydasiz bo'lishi mumkin. Bizlar bugungi kunda mana telefonni bolalarni tartib, majburlab, zo'rlik qilib olib qo'yamaymiz. Bolalar telefonsiz yuramaydi. Lekin mana shu telefonni bizlar to'g'ri foydalanishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Foydasiz roliklar, ahmoqona videolarni ko'rish o'rniga hayotida kerakli, kelajakda kasbiga kerakli biron bir tarbiyaviy ahamiyatga ega videolarni, programmalarni ko'radigan bo'lsa, bu bizning hayotimizda yengillik olib keladi. Mana shu bola tarbiyasida o'zim bir boshqatiray degan maqsadda bir nechta kitoblar sotib oldim. Bu kitoblarni sizlarga ham taklif qilaman. Farzand qanday tarbiyalanadi degan kitob, o'zbek tilida. Bu lekin Orxon Toker degan adam yozgan ekan. Menimcha bu tarjima qilingan kitob bo'lsa kerak. Men hali o'qimadim kitobni. Adam Güneş degan kitob. Jazosiz tarbiya. Bu kitobinki qozog'chasi ham bor. Qozog'chasini Olmaotada ko'rib qolganda, boshqa joyga kelib borgandan keyin ko'tarib yuraman deb olmadim. Oldindan o'zbekchasi ham chiqib qoldi. Qozoqda Jazosiz tarbiya degan kitoblar bor. Tarjima qilingan kitob. Farzand tarbiyalash sirlari. Bana ikkisiniki avtori bir ekan. Adam Güneş. Ikkalasi bir odam yozgan ekan. Keyingisi bana eng qattiq yoqqan kitob, bu uchini endi o'qiyman. Bu o'qimagan kitob. Hozir o'qib tugatgan kitobim mana bu kitob. Men degan kitob. Bu ham Fatih Duman degan Aziz Mahmud Xudoyi qissasi degan tarjima qilingan kitob ekan. Bas qil ey nafs degan. Hattoki bir kichkina bolalarda ham nafs bo'ladi. Mana shu nafsni tarbiyalash haqida. Keyingi kitobimiz Qulog'im senda qizim degan kitob ekan. Bu Abdullah Muhammad Abdulmuti degan odam yozgan ekan. Mana kitobni o'qib tugatdim. Inson nafsini tarbiyalash uchun juda muhim omillarga e'tibor berish kerak ekan. Shularni o'rganamiz. Buni yoshlar o'qisin, yo'qsa kattalar o'qisin, yo'qsa qizlar, ayollar yo erkaklar o'qisin degan narsa yo'q bu kitobda. Bu faqat nafs uchun, erkaklarga ham, ayollarga ham tavsiya qilaman. Har bir inson o'zining nafsini boshqarishni o'rganadi ekan. Endi Qulog'im senda qizim degan kitobni men o'zim o'qiyman. Lekin tavsiya qilganlardan ko'proq bola tarbiyasi bilan shug'ullanadigan onalar o'qishini. Sababi buning ichida juda ko'p qizlar qanday qiyinchilik holatga tushganda chiqib ketish yo'llari, diniy tomondan, dunyo tomonidan barchalari yozilgan zo'r kitoblarni o'qib tugatay deb qoldim. Lekin menga juda yoqdi. Endi faqat qizlarni tarbiyalash maqsadida yozilmagan bu kitob. Bu qiz tarbiyasi, o'g'il tarbiyasi, hammasi mana shuning ichida bola tarbiyasi haqida juda ko'p zo'r narsalar yozilgan ekan. Mana shu ikki kitobni sizlarga o'qishni taklif qilaman.
qattiq ixlos qilgan odam bir haftada o'qib tugatadi mana kitobni. Juda bo'lmasa bir oyda o'qib tugating bu kitobni. Endi aytishingiz mumkin, bu kitob ketda sotiladi, qayerdan olib kelsa bo'ladi. Kitob magazinlarni izlab ko'rish kerak. Men bu kitobni sizlarga aytishimdan maqsad bu kitobni men sotmayman. Bu kitobni reklama qilganda men kasbimga bir tanga pul tushmaydi. Bularni aytishimdan, bu video rolikni tushirishimdan maqsad mana shu Ko'lken qishlog'i, Qozog'istonimiz biron bir mana shu kitobni o'qib, hatto bir nechta farzandlarimiz yaxshi tarbiya topsa, shularning tarbiyasida bizlarning ham ulushimiz bo'lardi degan maqsadda. Nima uchun bu videoni tushirish hayolimga kelib qoldi? Savdogarlar ustozi 2 degan kitobni o'qitgan paytimda Abdulloh ibn Muborak juda ham katta bir davrada saboq berayotgan vaqtida odamlarning orasida savol beriladi. Agar sizga deydi, umringizning bir kuningiz qoldi deb xabar berilsa, nima qilgan bo'lardingiz desa, yaxshi savol bo'ldi deydi. Birinchi shu savolni sizlarga bersam, bir nechtanglar aytsanglar, keyin men javob beraman. Shunda biri turibdan namoz o'qirdim deydi. Biri turibdan hech kimga hech narsa aytmasdan faqat Allohni zikr qilardim deydi. Xullas 5 odam har xil narsalarni aytadi. Hammanglarning gapinglar yaxshi deydi, javobinglarni qoniqdim deydi. Men o'g'anda deydi, odamlarga qanday qilib yaxshilik qilishni o'rgatar edim deydi. Nima uchun desangiz, siz orqali, sizning aytgan biron bir gapingiz orqali odamlar yaxshilik qilishni o'rgansa, uning hayotida siz ham yashaysiz. Siz bu dunyodan o'tib ketganingizda ham ularning qilgan yaxshiliklarni siz ozgina bo'lsa ham tegishingizni olib turasiz deydi. Ya'ni bu videoni tushirishimdan maqsad men olgan foydani sizlar ham olsanglar. Men o'rgangan narsani sizlar ham o'rganib, bolalaringlarga o'rgatsanglar, yoshlarimiz yaxshi tarbiya topsa degan maqsadda bu videoni tushiryapman. Endi qaranglarda bizlar oilamizga pul yumshaymizda. O'ylab ko'ring, bizlar qarnimizga qancha pul yumshaymiz? 500 tangaga, 1000 tangaga to'yish mumkin qarn, o'rta holat. Kafega borsangiz 200 tangaga qarn to'yadi. Bu qarnimizni to'ydirganimiz yaxshi. Tanamiz uchun yaxshi. Lekin mana miyamiz uchun bizlarga ya kitob o'qigan odamlar bilan suhbatlashish kerak bo'ladi. Yamasa kitob o'qish kerak bo'ladi. Bu aqlimiz uchun bizlar qilayotgan investitsiya bo'ladi. Mana shu yurak uchun, qalbimiz uchun ham bizlar biron bir odamlarga yaxshilik qiladigan bo'lsak, birovlarga hadya qiladigan bo'lsak, birovlarga biron bir yordamimiz tegadigan bo'lsa, bizning yuragimiz quvonadi, qalbimiz quvonadi. Bu qalb a'zosi hisoblanadi. Endi miya a'zosi bu kitob. Mana shu kitob o'qishni qachonki o'zingiz boshlamaysiz, ota-ona kitob o'qishni boshlamaydi, bola o'qimaydi. Sababi shunday gap bor, qaysi ham bir bobolarimiz gapi bor. Sen bolani tarbiya qilmayap qo'y. Sen o'zingni tarbiya qil. Chunki bola baribir senga o'xshaydi deydi. Shuning uchun ota-onalardan boshlasak, ota-onalar o'zlari o'qisa bu kitobni. Hurmatli ota-onalar, o'zingiz o'qib boshlasangiz, hech bo'lmasa bir bet o'qing har kuni. Hech bo'lmasa 10 varaq o'qing bir kunda. Bolangiz sizga qarab o'rganadi. Rahmat e'tiboringiz uchun.